Ketdik, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Varikoz bu faqat keksa odamlarning kasalligimi? Nope. Jarrohlik deganda faqat operatsiya tushunadimi? Farhod Ravshanovich bugungi kunda eng yaxshi futbolchi hisoblanadi. Shu rostmi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana bugungi navbatdagi podkastimizni mehmoni meni aziz do'stim, sherigim Marsel Ayderovich. Bu odam bilan biz Varikoz Off klinikasini birga yaratganmiz va nimaga bugun men bularni studiyaga chaqirishga qaror qildim? Chunki bu odam haqiqatan ham biz aytamiz-ku, noldan millioner is shop degan gap bor. Noldan ko'tarilib Varikoz Off klinikasini yaratuvchilardan biri, o'sha g'oyadan haqiqiy amaliyot yuritayotgan klinikaga yaratishni va iqtisodiy tarafdan menga yordam beradigan o'zimni yaqin odamim, do'stim Marsel Ayderovich. Marsel Ayderovich, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bitta savollar tayyorlab qo'yganman. Bizning ko'rsatuvimizda juda yaxshi bir odat bor, odatga kirdi. Men sizga hozir 3 ta savol beraman. O'sha savollarimga iloji bo'lsa, so'z bilan emas, yuz ifodasi bilan, mimika shu javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Bu endi bizning odatimiz. Ketdik, boshlaymizmi? Boshlaymiz. Varikoz bu faqat keksa odamlarning kasalligimi? Nope. Jarrohlik deganda faqat operatsiya tushunadimi? Farhod Ravshanovich bugungi kunda eng yaxshi futbolchi hisoblanadi. Shu rostmi? Katta rahmat. Endi bu yog'iga shu savollarimizga o'tsak, Marsel, sen o'zi asli bilishim bo'yicha professional futbolist bo'lgansan. Tibbiyotga, meditsinaga o'tib ketishingga va shu sohaga hozir yo'nalish olishingga nima sabab bo'lgan va bu qanday ro'y bergan? Juda zo'r savol berdingiz. Menda juda qiziq istoriyam bor. Qanday hamma shu savol berishadi. Meni futboldan taniydigan, ko'rgan odamlarni shu savol postoyanno beradi menga. Endi men ham o'zbekcha, ham rus tilida gaplashaman. Chunki men o'zi asli rus maktab bitirganman, lekin o'zbek tilida futbolda men shu tilini o'rganganman. O'zi futbolga qatnashganimda men bironta so'z rus tilini bilmaganman. Oyim olib borgan paytida hamma mahalladagi ko'rgani bu o'ris bola-ku deb aytardi. Chunki bizani hamma o'ris bola derdi. Chunki asosiy bizani mahallamizda o'ris bolalar yashaydi. O'shanga oyim ham aytardi, "Qanday sen bular bilan gaplashasan?" Men aytdim, "Mayli, asosiy meni qizig'im futbol-ku. O'shanga sekin o'rganib ketaveraman" dedim. Endi qiynalgan paytimda men endi gaplashganimni asosiy birinchi aksent bilan juda qiynalganman. Sekin o'rganib, keyin birpas deta 1 yildan o'tgandan keyin mahallada odamlar umuman meni tanimagan. Sen o'zbek tilini qatdan o'rgangansan, umuman bilmagansan. To есть ular uchun bu juda qiziq bo'lgan. Endi shu paytdan beri men o'zim uchun bilib olganman. Любой davlatga, любой joyga borganingizda agar yarim yildan ko'p yashasangiz, shu tilni ham o'rganasiz. Nima deydi? Ularni kulturani o'rganasiz. Demak, hamma narsa tushunib olasiz-da, xullas. Futbolni tashlab tibbiyotga o'tganingizga nima sabab bo'lgan? Vaqtida o'tib qolgansiz. Men o'ynagan Almata oxirgi yilim, Almata paytida o'ynaganimda, Qayrat Almata. O'sha yerga borganimda, endi o'sha Yunushskiy komandada edim. Travma olgandan keyin men juda o'zim uchun qiyin anaqa vaqtim keldi-da. Endi men uchun bu sinov payti. Bo'lgan paytlarim qachon men yotganimda sudirgam ushlaydi oyog'im, chunki nagruzka yetmayapti-da menga. Chunki men o'rganganman katta nagruzka olishga. Travma paytimda deta 3 oydan keyin, 4 oydan keyin men где-то уже futbolim o'ynamagan sababim menda o'sha venalar, mышцалаrimda sudirga paydo bo'lish boshladi. O'shanda мне стало тяжело. То есть kechasi tomir tortishi. Kechasi sudirga tomir tortishi, keyin
endi hech kimga ko'rsatmasdim-da. O'zim uchun bo'lgan paytlarim, когда men podushkaga qo'pol gapirgan, yig'laganman. Nima qilay dalshin, nima men o'zi bu hayotda nima qilyapman? Marsel gapingizni bo'laman. Futbolchi bo'lganingizda ko'p pul toparmidingiz? To'g'risini aytsam yo'q, chunki asosiy bizni za хорошую идею, за интересные turniri, za интересные o'yinlar biz uchun futbol asosiy meni maqsadim futbol ichida ideologiya и asosiy maqsadim men har doim bo'lmoqchi edim, благотворительность bilan shug'ullanmoqchi edim. O'shanga topgan pulimni rejamda bor edi, что я katta UNICEFga o'xshagan kompaniya qilmoqchi edim. Благотворительный. Bu meni ideyam edi. Shuning uchun futbolga borgansiz. Shuning uchun futbolga qatnashganman, chunki men ko'rganman katta yulduzlari shuncha pul topishadi. Endi meni uchun bu men endi Xudoga ishonadigan odamman. O'shanga men bilaman, hech qachon hamma pulingizni olib keta olmaysiz. O'shanga bor imkon daraja ishlagan pulimni men благотворительностьga tarqatmoqchi edim, chunki o'zim ham qiynalgan paytim bo'lganda. Oilangiz unaqa boy oiladan. Yo'q, bizda boy odam bo'lmagan, paytlar bo'lgan oyim ishdan bo'sh yurdilar, paytlar bo'lgan adam ishdan bo'sh yurdilar, oyim bizani tortardilar. Bir xil paytida oyim ishsiz qolib ketganda adam tortardilar. Endi qiynalib, endi Xudoyam ancha yordam bergan. Meni adamni o'zi anaqalarim bor. Qanaqadir takoy narsam bor, chuda degan narsa. Adam постоянно qiynalgan paytimizda почему-то pul topardilar. To'g'risini aytsam, ko'chada bozorga ketayotgan, "Voy, pul topdim." Biza o'sha pul endi dollarda topardi, $100, $50 topardi. O'shani pul alishtirib, biza bozor qilardik. O'shanga futbolga borganim maqsadga o'sha anaqa savolingizga o'tsak, asosiy maqsadim futbolda pul ishlab menga o'xshagan odamlarga yordam bermoqchi edim. Juda qiziq fikr, chunki mana masalan ko'p qiynalgan odamlar bilan gaplashganingizda ular o'sha pul topib o'zini ota-onasini, o'zini boyligini to'q yashashni xohlaydi. Lekin sizning maqsadingiz qiziq bo'lgan ekanda, o'shanda boyib zo'r bo'lgandan keyin keyinchalik kambag'al odamlarga yordam beraman degan motivatsiya bo'lgan. Da, и даже mana to'g'risini aytsam, xayolimda yo'q edi o'zim uchun. Nimadirga mana shunaqa paytim, to есть xayolim shunaqa edi. Hamma topgan pul imkon daraja menga o'xshagan odamlar, qiynalgan odamga yordam berishga. Da, chunki men bilardim, Xudo meni hech qachon qoldirib ketmagan, shu yerda ham qoldirib ketmaydi. O'shanga topgan pulimni imkon daraja birinchi bo'lib o'sha oilamga, keyin o'sha qiynalgan odamga yordam bermoqchi edim. Chunki o'zim shu narsadan o'tganman. Meditsinada katta pul borligi u ikkili narsa emasmidi? Chunki bu o'zim не совсем богатая отрасль медицины, я бы так сказал. To'ppa-to'g'ri, не совсем богатая, lekin bu yoqda bitta qiziq tomoni men uchun ham как благотворительно qiziqadigan благотворительностьga qiziqadigan odamda qiziq tarafi bu yoqda ham odamga yordam berish. То есть любой врач u ham Xudodan как бы благословенный, да, у нас дар бор, да? То есть вот это, я бы сказал, детская мечта помогать людям в медицине, она сопоставилась. Сопоставилась, да. И ham yordam berardingiz, ham qanaqadir o'zingizni ijtimoiy nimangizni ko'tarib olgan bo'lgansiz. To'ppa-to'g'ri. O'shanga futbolda, да, o'shanga men futbolda o'ynagan paytimda mahallada, Olmatada, вот я продолжу свой разговор. Olmatada turgan paytimda pastda bolalar, tanishlarim turgan. Endi уже qo'shnilar bo'lgan. Ular meni turnirga chaqirgan. Yuring, bitta turnir o'ynab ber, bizda futbol bo'yicha firma orqali organizatsiya anaqasi, между организационный futbol bo'lgan. Keling o'ynab bering bizga deb aytardi. Xo'p, men nima qilaman u yerga borib, men professionalniy futbolist bo'lsam, men uchun bu stidna narsa-da, chunki как я пойду в команду, где все любители. Men ularni oldida, конечно, ustun bo'ladi. Это же несправедливо men uchun bo'lgan. Yo'q, bizda hamma mana shunaqa firmalar на определенный срок ishga oladi и o'ynatadi o'yinchilarni. Yuring bizga ham o'ynab bering degan. O'shalarga borib o'ynab berdim o'sha turnirda. Biz yutganmiz.
Men uchun to'g'risi aytsam, немножко неудобный narsa bo'lgan, ya лучшим игроком bo'lib qolganman u yoqda. Keyin meni chaqirishdi ular banketga, ujinga. Yuring, как бы komanda bilan turnir yutdik, banketga chaqirishdi. Borib banketda bolalar bilan o'tirdik, keyin rahbarlar o'sha yerda bizani tabrikladi. O'shandan keyin bir chetga olib mendan so'radi, "Sen o'zi nima bilan shug'ullanasan?" O'sha firmaning odam. O'sha firma meditsina soha bilan shug'ullangan. То есть ular asosiy оборудование olib kirgan. Meditsinalarni, meditsinskiy klinikani ta'minlab bergan. Menga aytganlar savol berdi, "Sen o'zi nima ish qilasan bu yoqda? Nima anaqa bilan shug'ullanasan?" Aytdim, "Men o'zi professional futbolist. Men travma oldim, mana shunaqa holat hamma narsa aytib berdim. Bor narsani aytdim-da." Keyin menga ular интересное предложение tashladilar. Ishlaging kelmayaptimi seni? Как раз endi bu ham как bir Xudodan vizov bo'lganda menga. Keling bir gaplashib, hamma narsa men aytdim, futboldan tashqari men hech narsa bilmayman. Va to'g'risini, chunki asosiy menda butun meni vaqtim futbolga ketgan. Butun o'sha paytgacha vaqtim fikr hamma narsa yaxshi o'qiganman, aytmayman yomon o'qiganman, yaxshi o'qiganman. Chunki ota-onalarim strogiy edi menda. Misol uchun agar men yomon o'qisam, futbolga qo'yib yubormasdi. Пока men bu yoqda tortmaguncha. Normalniy anaqa оценкаларgacha tortmaguncha. O'shanga oyim aytardilar, "Давай, если хочешь заниматься спортом, то и в учебе не отставай. Agar bu yoqda не успевать qilsang, futbol ham yig'ishtirasan." Ну, я даже так перебью, тебе скажу. Наверное, вот благодаря маме какие-то базовые знания, полученные в школе, помогли освоить медицину. Наверное, это так. Надо ей спасибо сказать. Согласен. Поэтому хочу сказать, еще продолжить. Вот, благодаря моей маме и моему отцу был очень тяжелый период, но они и то находили возможность topardi, чтобы man uchun ingliz tili to'lab berishga, потому что ular bilardi, что mana shuni будущий chet tilni bilish kerak. И men uchun hozirgi bu juda rahmatim katta bularga, chunki menga как бы ishlatgan pulini men chet elga borganimda qiynalmayman gaplashishga. Bir-birini tushunaman, gostinitsa tushuntira olaman. Misol uchun qatga borishni ham so'rab olaman. Bu narsa katta meni ota-onalarimga juda rahmat. И mana shunaqa meni bolalar mana mahalladoshlar chaqirgan futbolga, o'shandan keyin o'sha rahbar menga предложение qilgan, "Keling, hamma narsa o'rgatamiz seni." Men uyga borib fikrlandim, o'ylandim, подумал и думаю, почему бы не попробовать мне? Baribir futbol men tushunib oldim, akasi travma olgandan keyin sen hech kimga kerak emassan. Men zo'r futbolist bo'lsang, долгосрочный travma olgan paytida trenerlar уже boshqacha qaraydi. Forma yig'guncha это juda ko'p vaqt. И так как я мало находил финансирование в этом, я понимал, что для yashash uchun, Olmaotada yashash uchun menga pul kerak. Yordam berishim kerak, ota-onalarimga berishim kerak. O'shanga men o'yladim, mayli bir bo'lsa, хотя бы yarim kun ishlayman, yarim kun kechki payt trenirovkaga boraman. Ну, shunaqaga kelgan, что menga уже медицинада qiziqroq bo'lib qolgan, чем futbolda. И единственное, kechalab men har doim Xudodan so'rayirdim bitta narsa, mendan futbol faqat anaqa olib qo'ymang. Ну, чтобы не забирал. Men anaqa bo'lsa ham, nima deydi? Endi qiynalib gapiraman, bu men uchun juda трогательный moment bo'lgan. Faqat futbol qoldirgan Xudodan so'rayirdim, потому что men aytardim, "Sen bilasan, qanaqa bu yo'nalish, men sport sevaman." И Xudoga shukr, to'g'risini aytsam, men meditsina sohada men siz bilan tanishdim. Futbol bo'lgan. Futbolda tanishganda, biz siz bilan futbolda tanishganmiz. И men futbol baribir eng ko'p davlatga borganimda meditsinadan bo'lgan. O'zi futboldan o'yladim, sborlarga chiqaman, tam chet elga boraman, tajriba oshiraman u yoqda.
eng ko'p baribir meditsinada bo'lib qolgan. Sen ko'p tomoshabinlarimga aytib bergin, ular endi o'ylaydi Farhod bir professor faqat varikozdan davoladi. Men ham sportchi bo'lganman, o'shani aytib bergin-da. Da, bizani Farhod akamiz тоже sportsmen bo'lgan. Futbolda tanishganmiz. Da, biz futbolda tanishganmiz. Xursand постоянно u futbolda eng такой веселый, eng aktivniy, plus ular bitta plus juda katta plus tomoni bor. Bu odam Farhod aka, bu odamlar odamlarni yig'ishni biladi. То есть как nima deydi? Как основатель, как основоположник, как администратор sifatdami desangiz bo'ladi. Это человек, который умеет объединять людей. То есть, честно, я не видел таких сборов. Hayotda ko'rmaganman futbolda bunaqa сборlar, когда в медицине мы собирали по 300 человек, просматривали для сборной со всего Узбекистана для сборной, чтобы отобрать 22 плюс-минус человека. Именно o'yinchilarda. O'shanga bu odamni qo'lidan kelgan shu narsa. O'shanga men сразу men uchun bu галочка edi. Bu odam bilan любой ish qilsa bo'ladi. Chunki bu odam odamlarni располагать qilishni biladi. Misol uchun объединять qilishni biladi, bir-biri bilan kontakt topishni biladi. И men bilan shu тоже kontakt bizni sport futbol bo'yicha futbol orqali biz kontaktga kirib olganmiz. Marsel shunday qilib biz futbol orqali birlashib varikoz of klinikasini tashkilotchi qilganmiz. Bilasan, noldan boshlaganmiz. Hech kim ishonmagan paytida tomoshabinlarimga aytib bersang, qanaqa qiyinchiliklardan o'tganmiz shu varikozov klinikasi tashkil qilish uchun. Birinchidan asosiy narsadan boshlayman. Hech qachon unutmayman. Bu Covid paytida edi. Vaqt Covid paytida biz Farhod akam bilan ko'rishganmizki, kofe ichaylik, bir ko'rishib, как раз futbolga ketishimiz kerak edi. Kofe ichgan paytimizda men aytdim, Farhod aka, nima qilamiz? Mana Covid bo'lgan. Siz ham qiynalgansiz bu paytda. Biz ham sal ish ham bir xil paytida nestabilniy bo'lganda bu paytida. Ham bir kun yaxshi bo'lardi. Endi meditsina to'g'risini aytsam, Covid paytida endi men o'sha payt laboratoriya bilan shug'ullangan paytimda Covid bizda eng takoy zolotoy payt edi, to'g'risi Covid. Chunki biz Covid test olib kirardik. Juda qiziq anaqa bo'lardi bizda paytlarimiz. Da pullarni yaxshi topganmiz. O'shanga men aytmoqchimanki, men siz bilan ko'rishganimda, kofe ichgan paytimda, esingizda bo'lsa, men bir sizga interesni aytdim. Fakt, keling Farhod aka o'ylaylik, nimadir boshlaylik o'zimiz. O'sha vaqtimiz kelyapti. Ertaga biz ham bolalarga nimadir qoldirishimiz kerak. O'shatga посвящать qilishimiz kerak. Nimadir bizdan ham qolsin bolalarga. Постоянно birov odamga ustiga ishlamaylik. Давай что-нибудь подумаем deganman. Siz menga aytgansiz, вот интересный направление bor, flebologiya, hali bu narsa bizda endi rivojlanayotgan narsa. Tim bo'lib hozir Covid paytida tromblar ko'p, juda ko'p kelyapti. Qon сгущение крови bo'lyapti, da. O'shanga aytgansiz, o'ylab ko'r, mana shu tema bo'yicha o'ylab ko'r, nima qilsa bo'ladi. Men ham aytdim, mayli, men o'ylab ko'rayki, где-то bir oydan keyin, naверное, men o'ylaganman, siz bilan telefonlashganmiz, yozishganmiz, baqirganmiz bir-birimizga. Mana siz menga aytdingiz, "Yo, bu bo'lmaydi narsa, mana boshqa narsa topgan." Bir kun kelganda, men esimda bor, trenirovkaga ketayotgan paytimizda sizda mashina servisdami qolib ketgan. Siz aytgansiz menga, "Meni olib keting" deb. Men sizni olib ketgan paytimizda endi suhbatlashib ketyapdik. Bir siz aytdingiz, mana lazerniy flebologiya hozir aktualniy, интересный направление. O'zbekiston bitta-ikkita klinika shug'ullanyapti o'sha payt. Chunki bu qimmat направление. Qolganlar hammasi traditsion qilardi. Operatsiya kesib, yotqizib, narkozda. Siz aytgansiz, bu yo'nalish juda qiziq menga. Men aytdim, keling, men o'rganib chiqing shu narsa. Tim bo'lib, men o'sha payt оборудование olib kirganman. Siz meni birinchi savol aytdingiz, "Nech pul bu apparat turadi? Menga surishtirib ber. Top ber menga." Men o'sha payt
qidirib keyin topganman sizga hamma biznes plan chizib berib esingizda bo'lsa keyin biza endi biznes plan ham bizda professionalniy biznes plan bo'lmagan hammasi to'g'risini aytsam qog'ozda ruchkada yozilgan edi chunki u paytda bizani даже hali miyamizga kelmagan как это все правильно нужно планировать финансирование как нужно планировать bizda yo'q edi chunki biza noldan реально noldan boshlaganmiz просто cho'mchagimizda manda ozgincha pul eski ishda anaqa ishlagan bor edi sizda какие-то запасlar bor edi то siz aytgansiz men mashinani kerak bo'lsa mashinani sotaman lazer olaman aytgansiz chunki men aytdim keling men shu bu narsa siz baribir ishga faqat mashinada ishga borasiz qaytasiz demak sizga borib kelishga kerak a zачем mashina просто tak turadi undan ko'ra sotib investitsiya qilaylik bironta biznesga deganman sizga o'shanga siz aytgansizda menga juda qiziq bu направление menga hisob kitob qilib berdi degansiz endi tushundim siz meditsina sohali siz hisobot hech qachon qilmagansiz asosiy sizni narsangiz bu vazifangiz bu davolanish edi mani hisob kitobim edi o'shanga здесь bizani ideyalarimiz и наши какие-то да наши идеи и какие-то умения совпали degan narsa o'shanga biz mana shu narsa boshlaganmiz birinchi lazer olib kelgan paytimiz juda qiynalganmiz bir oycha kutganmiz siz menga necha marta telefon qilgansiz men esimda bor baqirgansiz qani pulimiz qachon keladi apparat balki bular bizani kidat qilgan balki apparatimiz kelmaydi men aytdim xavotir olmang hamma bo'yicha dokument bo'yicha kontrakt bo'yicha kelyapti sizga bu narsa tushuntira olmagan edim почему потому что siz bu narsa tushunmagan edingiz o'sha payt да o'shanga juda qiziq payt edi to'g'risi bu как история men eslagan paytida это biza вот kichkina qadamcha bosib bu yo'nalishga kirganmiz да потом aytdim давайте ko'raylik sizni klinika qanaqa qilsa bo'ladi qanaqa rivojlantirsa bo'ladi sizda o'sha payt bitta kabinet edi bitta operatsion это operatsion zo'rg'a siz keyin alohida qilib bergan chunki oldin siz qutardingiz даже operatsiya и plus parkentga o'zingizga yurtingizga degan anaqa как yurtingizga borgansiz потому что вы оттуда сами родом men esimda bor o'sha yerga borib я должен своему народу как бы служить здесь тоже men aytardim ne parkentga borasiz там baribir платежеспособность населения другая qiziq o'sha vaqtda Toshkentga ketkizmaysizmi degan paytimda siz aytgan нет это мой народ это моя как бы родина я должен служить ей endi siz как чистый медикsiz да мысли я эти вещи на тот момент так особо не понимал для меня была финансовая экономичность вам показать где вам выгоднее работать а вам было интереснее o'sha payt ham qiziqroq bo'lgan служить своему народу. Это меня тоже как бы еще больше зацепило, да, с вами в работе, потому что я видел такому человеку, манучу, вот сразу уляшим бойча, такому человеку можно доверять, с таким человеком можно начинать какой-то бизнес, какие-то дела, потому что человек всегда печется о своем народе, человек печется о каких-то финансовых расходах, не просто, то есть там инвестор topib, kiritib, ertaga bankrotga uchrab, men ustimga osvorib там sen bu narsa qilding, давай o'zing bu pulni endi qaytar. Поэтому bu yoqda odam друг взаимопонимание topishi kerak biznesda. Varikozov klinikasi mana endi hozir xudo xolasa respublika bo'yicha tilga olingan klinikalardan biri, hattoki chet eldan mana ko'p bemorlarimiz keladi. Mana shu 2 yil ichida qiyinchiliklar bo'lganmi shunga erishishga? Da, juda biz ham katta sinovdan o'tganmiz. Klinika ochgandan keyin biz o'yladik, hammasi bu yog'iga уже oson ketadi, lekin kundan kunga qiyinchiliklar paydo bo'lgan. Bu narsa ham biz uchun yangi vызовlar, juda qiziq bo'lgan, chunki har bitta qiyinchilik yechim topish kerak. Yechim topish kerak, значит, что-то надо думать. Demak, mozgovой штурм degan narsa. У меня другой вопрос. Сразу вот дополнительно от себя. Shunaqa narsalarga вот faol hayot ko'rish uchun mana shunaqa motivatsiyalarni qayerdan olasan? Nima yordam beradi senga? Men uchun bu narsa yordam beradigan narsa это mani oilam, mani ayolim, моя супруга, мои дети. То есть har doim men ayolimga men вот bitta o'zim uchun zo'r narsa, как сказать, как лайфхак topganman. Чем больше sen oilangga ajratsang,
Тем больше Xudodan благословение olasan. Chunki men o'zim uchun ko'rganman, biz mana nima deydi, to'ydan keyin biz rejalashtirdik kudati поехать. Endi anaqa pul berishdi, tam to'yana berishdi. Da, birinchi poyezdkamiz Yegipet bo'ldi. To'yana berishdi, bu berishdi. Hamma pulni yig'ganmiz. Tam 2000 cha pulimiz bor edi. O'sha payt men o'yladim, tak, o'sha 2000 nima qilayman? Ushab turaymi yoki ayolim hech qayerda bo'lmagan. Ayolim ham qiynalgan oiladan. Endi oiladan deganni тоже narsa demoqchiman, o'tmoqchiman. Meni ayolimda ota-onasi bo'lmagan. Da, yoshligida ota-onasi o'tganlar, ular xolasi bilan yashagan. Xolasi ham yaxshi anaqa inson, unaqa inson bo'lmagan. Endi men yomon gapira olmayman, lekin qiynalgan inson edi. Plus Angrenga olib ketishdi bularni, menga aytib berganda, ayolim aytib berganda, Angrenga olib ketishdi, qiynalib yashaganmiz, zo'rg'a nonga topganmiz. Bu yerda keyin bular приемный родитель topildi-da bularga. Chunki ularning xolasi tortolmagan, boqolmagan. Bu yerda приемный родительlar chiqishdi, yaxshi insonlar chiqdi. Xudoga shukr, juda благодарman. Biz ayolim bilan tanishganimda men unaqa vashi bilmasdim, что men ularni где-то 1 yilcha tanirdim, но uzoqdan tanirdim. Но я никогда не подозревал, что bularni ota-onasi yo'qlar. Потому что никогда bunaqa подавать виду qilmagan. Baribir ko'rinadi odam qiynalgan, нормально edi. O'zi ishlab, o'zini boqib, и то приемный родительga yordam berib qilgan. Mana shunaqa bo'lgan. Поэтому men uchun motivatsiya men topaman asosiy bu oilamda. Oilamda. Bu katta men uchun motivatsiya. То, что ты и сказал в начале интервью. Да, я хочу больше вкладывать в свою семью, потому что моя супруга, видя все это, она еще больше меня отправляет на работу, ishga jo'natayotgan paytimda, ketayotgan paytimda yana ham duo qilib jo'natadi. Demak, qiyinchilik bo'lgan paytida ishda menda yechimlar yengil o'tadi. To'g'risi, qanaqadir вроде qiyin, вроде men o'ylayman, bu narsa men qanday hozir hal qilaman? Qanaqadir odam paydo bo'lib qoladi. Keling, men tanishlarim bor bu narsaga yechim topish uchun. Qanaqadir yengil o'tib ketadi. O'shanga men aytmoqchiman, вот за эти 2 года, которые с начала основания условно нашей клиники, biz ko'p narsa qiyinchilik ko'rganmiz. Даже biz ko'chganmiz, bilasiz. Joy bizga перед фактом qo'ygan joyimiz bor. Odamlar keldi, arendaga butun joyini olib, bizga aytishdi, yoki butun joyini, butun zdaniyani olinglar. Biz uchun bu hali tayyor emas edi. Biz chunki 3 etajli bu. Bizga 1 etaj ham zo'rg'a yetyapti-da, и то to'lib biz to'ldirmaganmiz hali. O'shanga biz uchun, конечно, bu juda rasxod. Pulimiz ham yo'q edi. Keyin men sizga aytdim, keling, men joy boshqa toping, siz aytdingiz, siz nerinchit qilgansiz, men esimda bor. Qanaqa topasan? Bizda atiga 3 oy bor, hali remont qilish kerak, bu qilish kerak. Men aytdim, harakat qilamiz. Shuncha kundan beri kelyapmiz, qiyinchilik ko'rgan paytimiz yechim topildi. Bu kungacha ham yechim bo'ladi. Nicho strashno. Bu narsa bizani o'ldirmasa, nabarot bizani kuchliroq qilib qo'yadi. O'shanga men joyini topganman, Xudoga shukr, uni ham joyini ham Xudo ko'rsatib berdi. Birinchi liniya undan ham zo'r joy topdik biz. Birinchi liniya eski joyimiz ichkariroyda patsientni qiynalardi bizani topishi. Bir xili Yandex adashib boshqa joyga olib borardi. Administrator ham nerich qilib tushuntira olmagan bir xil paytda qaytib ketgan patsientlar bo'lgan. Sizlarni joy вообще topolmasar ekan, ketib qolgan bo'lgan. Bu yerda birinchi liniyamizni topdik, zo'r joy topdik. Bugungi kungacha men juda xursandman. Da, Xudoga shukr, bugungi kungacha hammasi yaxshi, remont qildik, litsenziya oldik, hamma narsadan o'tdik. И xayriyam ulgurvamiz qilishga. Bilasiz, nechta odam qiynalib kelgan odam bo'lsa ham, men ham siz oldingizga kirganman. Farhod aka, yordam bermasak bo'lmaydi bunaqa odamlarga. Men
o'zi mani maqsadim shu edi. Keling bir mayli yo'qotsak, katta anaqa yo'qotish bo'lmaydi-yu, zato kimdirga bu juda sog'liq uchun anaqa juda yengil bo'ladi yashashga. O'shanga. Поэтому Xudo bugungi kungacha bizga juda yaxshi narsaga olib kelyapti, xayriga ham vaqt beryapti, anaqa nima deydi? Yordam ham beryapti, o'shanga men uchun bu narsa juda основной narsa. Shu narsadan men наслаждаюсь. Вот когда я помогаю кого-то мы вылечиваем, они нам благодарны. Вот это меня еще больше мотивация берadi mana. Marsel, endi asosiy savollarimizdan biriga o'tamiz. Qarang, siz varikozi bor odamlarni ko'proq uchraysizmi? Вот как вот часто вы видите людей с варикозной болезнью? И на ваше мнение, вот nimaga bu kasallik tarqalib ketgan va shu insonlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Да, вот yaxshi savol berdingiz, Farhod Ravshanovich. Как siz bilasiz, men любой, biz siz bilan u joyga borganimizda, cho'milishga ham borganmiz siz bilan, oila bilan, meni oilam siz bilan. Men уже yuribman, и уже medik bo'lmasam ham shu narsaga сразу ahamiyat beraman. Varikoz. И siz bilasiz, siz aytasiz, qanday ular bilan kontaktga kirib olding? Chunki men oldiga borib so'rayman, nimaga shu kungacha men shu narsaga olib kelyapsiz? Chunki bo'rtib chiqyapti уже tomirlari. Bizda yechim bor do'mma. Siz har doim o'sha men eslayman, har doim hayron bo'lardingiz. Как ты с ними познакомился? Как ты с ними вообще не зашел deb aytardingiz. Ular men unaqa narsaga uyalaman qilishga siz aytardingiz. Ammo men uchun я хочу подсказать. Вот не знаю, у меня вот во мне вот это прям прет дейдеку. Я хочу вот человеку, видя, что он не понимает всей сложности этой болезни, к чему это приведет, то есть к трофическим язвам. Я же видел, к чему это приводит у наших пациентов. Я хочу людям пойти и вот прям не пожалеть свое время. Да, я пришел с семьей отдыхать, не пожалеть свое время. Полчаса объяснить, рассказать, к чему это приведет, чтобы они себя подстраховали и пошли за лечением, то есть пошли, обратились к флебологу. Потому что я встречал таких людей, которые говорили, я там работаю, целый день на работе, у меня нет времени ходить. Я говорю, а когда у вас время будет? Когда вы вообще сляжете, когда у вас будет уже трофическая язва, уже работать даже не сможете. А не лучше ли потратить время свое? Мой совет, как вы сейчас задали вопрос, что вы рекомендуете пациенту? Мой совет, не доводите до такого, shu narsaga olib bormang. Imkon daraja ko'ryapsiz, bo'rtib chiqyapti yoki kechki payt у вас какие-то отеки на ногах, qiynalyapsiz, обратитесь к флебологу за консультацией. Послушайте. Мне всегда вот в этих наших поездках нравился тот факт, что Marsel Ayderovich o'sha bemorlarga chin ko'ngildan yordam beraman degan. U masalan meni klinikam bor, men xo'jayinim, keyin faqat men davolayman emas, yo'q, haqiqatan ham shu 3 ta 4 ta odamlarni yig'ib olib, bir leksiya, konsultatsiyalar qilib ketardik. Bizda даже aeroportlarda, samolyotlarda styuardessalarga nechta, to'g'risini aytsam, nechta styuardessalar ham kelgan, biza shu narsa aytganmiz. Lekin kelgan klinikaga o'sha bemor kelgan paytda so'raysiz, o'zi nima ish qilasiz bu yoqda? Men to'g'risini aytsam, hech qachon meni haqiqiy anaqamni, meni должностim hech qachon aytmagan. Просто yordam beraman, shu как administrator sifatida ishlayman. Mana bu direktorligini bilmagan hech kim bilmagan. И даже bir xil paytida patsientlar administratorda, haqiqiy administratorda yoki to'layotgan paytida so'raganda, mana bizani Marsel Ayderovich mana samolyotda ko'rgan, bizga mana shu narsa aytgan, tavsiya qilgan, chaqirgan. O'zi kim bo'ladi? Bizning direktor degan hayron bo'lardi, chunki aytardi, "Он нам сказал, что он простой администратор здесь". Yo'q, u bunaqa odam bizda. Bu men uchun, для меня не важен статус, важен то, какой ты человек в обществе. Shu jumladan aytib o'tsangiz, sizni fikringizcha Marsel Ayderovich, nimaga ko'pincha O'zbekistonda aynan ko'p kasalliklar, ayniqsa qon tomir kasalliklari, klinikamizda ko'ryapsiz, har kuni og'ir yazvalar bilan kasallar keladi. Nimaga bizning odamlarimiz o'shanaqa yuradi? Sabab nima bunga? Bilmaydimi o'sha varikoz haqida? Da, ko'pchilik asoratlarini bilmaydi.
К чему это приводит? Сложности. Поэтому kichkina varikoz, так сказать, незакормленный пайтida, они его как бы боятся лечить. То есть ko'pchilik qo'rqishadi borishga fleboloqqa. Balki borib hozir yetadi operatsiya. Bular uchun operatsiya degan so'z какой-то вот большая операция, порезы, надрезы, значит, menga narkoz berishadi deb o'ylashadi. Lekin men aytib o'tmoqchiman, yana bir marta takrorladim. Hech qanaqa kesmasdan siz, oriqsiz, narkozsiz bu narsa как oddiy protsedura. Operatsiya deyiladi, lekin u haqiqiy mana chet elda u protsedura hisoblanadi. Oddiy mana ukol kichkina mana chivin chaqadi-yu. Вот chivin chaqqanda bitta igna kiradi, o'shani ichida lazerniy svetовод kiradi, bo'ldi. Всё. И hech qanaqa oriqsiz, местная anesteziya, yarim soat 40 minut ichida varikozdan xalos bo'lasiz и прежней активной деятельности возвращается человек. Зачем допускать до того, чтобы потом, чтобы кожа менялась, меняется трофическая язва, изменение кожи, цвета кожи. Это тоже эстетически некрасиво, выглядит некрасиво для пациента. Чуть-чуть вот перебью, а вот все-таки вот эти пациенты, которых вы видели в бассейне, пловцы, да, suzuvchilar, uchuvchilar, styuardesslar, mana nechta lёtчиклар sizni tavsiyamiz bilan klinikamizga keldi. Oxiri bizning klinikamizda mamnun bo'ldimi, xursand bo'ldimi? Ya'niki o'sha ish faoliyatiga qaytish cho'zilib ketmadimi shu odamlarda? Baribir menga qaraganda ular bilan ko'proq siz muloqotda bo'lardingiz. To'ppa-to'g'ri. Chunki bizda endi futbolchilar bo'lgan menimcha. Nechta futbolchilar ham kelgan. Endi sportchilar hamma, по-моему, yo'nalishda уже odamlar kelgan. Powerlar ham kelgan. Chunki ular ko'p oshpazlar ham kelgan bizga. O'shanga aytmoqchimanki, ular ham telefon orqali menga rahmat deb ketgan, ham bir xil yozma ravishda. Endi bizda baribir zabota patsienta degan narsa bor. O'shanga biz imkon daraja всегда стараемся дать понять пациенту, что это не страшно. Bu qo'rqinchli narsa emas. Kelib, я готов терять по 30 минут, по часу даже объясняю, потому что har bitta пациент, har bitta odam men uchun zarur. Если, если ты спас одну жизнь, то ты спас Талмуд aytilgan. Если ты спас одну жизнь, значит ты спас большое население degan narsa. Потому что kichkina odamda, для меня очень хороший показательный фильм. Всем, кстати, советую подписчикам просмотреть этот фильм. «Список Шиндлера», где человек спас, то есть будучи немцем, то есть он был, так сказать, из тех, кто истреблял, людей, он был богатым человеком, но в один момент его доброе сердце превзошло его вот эти материальные составляющие в голове. И он начал выкупать людей, тех нуждающихся, там, хромых, которых хотели расстрелять, убить, потому что они уже непригодные люди, они хромые, они обделенные. Он говорил, я готов этого человека выкупить. То есть, и в итоге он более 1000 человек спас. Для меня эта история очень... Показательно так. Ты смотрел? Показательно, фильм? Да, я до конца просмотрел. Я даже, честно скажу, я проследил, я плакал. Вот я видел доброту человека, я плакал от этого фильма. Потому что человек в конце, даже когда я в знак благодарности ему сделали золотой перстень, человек снял перстень и сказал, так я мог бы еще 4 жизни купить на это. То есть человеку материальных, то есть человек уже не зациклен на материальных вещах. Ему важно этот фильм тоже вспоминаю. Духовность. Bizani kasallarımizga to'g'ri keladi, Marsel Ayderovich. Вот сколько мы ездим с вами в регионы, в наши филиалы. Shuncha odamlar varikoz bilan yuribdi, juda ko'p haqiqatan ham. Eng yomon, siz to'g'ri aytdingiz, eng yomon tarafi shundaki, afsuski odamlarimizda, afsuski vrachlarimizda bilim yetmaydi, что varikozni qancha vaqt
davom etib davolamasa yuraversangiz o'shani asoratlari ehtimoli ko'payaveradi. Ko'payaveradi. Qancha vaqtli uni davolamasangiz shuncha yaxshi bo'ladi. Shuning uchun juda yaxshi solishtirdingiz. Согласен, те вены, которые можно устранить буквально уколом склеротерапии, мы их доводим до того, что приводим к тому, что да, к язвам, то есть приводим к тому, что bo'rtib chiqadi venalar, yaзваga olib keladi. Поэтому нашим, то есть подписчикам я рекомендую не бояться флебологов. Это то же самое, как стоматологу. Вы же не боитесь к стоматологу ходить. Вот приходите к стоматологу, также приходите к флебологу на контроль, на осмотры. Это сейчас доступно. Сейчас медицина развивается. Всем подписчикам вот рекомендую. Я вот, например, хочу, чтобы наш бренд варикозов, вот реально наш бренд варикозов был как Макдональдс. То есть узнаваем. Несмотря на то, что в какой бы он филиал ни приходил, в Самарканде, неважно, в Нукусе, в любом регионе, в Ташкенте, чтобы он получал ту же заботу, которую он получает у нас. То есть сервис, чтобы был идентичен. Вот я хочу прийти к этому. Я хочу добиться того, чтобы узнаваемость и вообще бренд клиники Варикоз Офф, бренд клиники лазерной флебологии Варикозов, чтобы он был настолько узнаваем, как бренд Макдональдс. Ну, я могу сказать, что вот обобщая, все-таки мы с тобой, наверное, настоящие патриоты Узбекистана, да? Я реально патриот страны, я не хочу то, что я здесь заработаю, то, что я здесь получу, то, что я здесь имею. Честно, я рекомендую также подписчикам, также телезрителям, которые нас сейчас смотрят, не нужно тратить большие деньги за границу. То есть ездить, платить за билеты, реабилитации, там, неважно, там, вот эти все расходы, потому что питание, проживание – это большие расходы. Зачем? Когда уже есть решение у нас в стране. У нас очень сильные врачи, у нас очень сильные специалисты. Мы будем стараться, стремиться еще больше развить это направление. Мы будем еще больше повышать навыки наших специалистов, врачей. Мы ежегодно по нескольку раз отправляем наших специалистов наших. Мы это делаем за вас уже. То есть не нужно тратить таких денег. Я хочу еще раз отметить, мы наших специалистов будем продолжать отправлять за рубеж, обучаться современным новым технологиям, потому что медицина на месте не стоит. Различные технологии. Перебью, извиняюсь. Вот это была тоже очень хорошая идея, изучив вот что про сам варикоз. Помнишь, мы с тобой идею сделали, что у нас бесплатные будут контрольные осмотры. Вот это надо, наверное, тоже нашим подписчикам сказать, что это очень важно. И мы вот в качестве благотворительности после любых хирургических вмешательств или процедур в нашей клинике сделали эти осмотры бесплатными. Осмотр, да. Прекрасная идея была, и вот я думаю, что вот... Ну, и я очень много приятных отзывов слышу за счет того, что пациенты некоторые забывают даже о своем приеме. И они говорят, пока вы бы не напомнили, мы бы, наверное, не пришли на контрольный осмотр. Ну, мы пришли, получили процедуру, нас все устроило, нам все понравилось, все ушло. Мы получили тот результат, который мы ожидали, хотели получить. И тем не менее, они говорят, несмотря на это, вы заморачиваетесь, вызываете нас на контроль. Потому я им объясняю. Нам самим интересно посмотреть результат наших работ, отдаленный результат, то есть через полгода, потому что каждый врач нашей клиники, каждый специалист, он занимается научной работой. Ему интересны вот эти факты, эти результаты получить. Он сам для себя, мы делаем статистику для себя, сколько довольных пациентов, сколько у нас... хороших результатов, какие результаты, чего мы достигли. Мы это все анализируем, чтобы вы понимали, мы это все анализируем и хотим еще больше улучшить. Мы ищем моменты, где нам нужно дорабатывать. Какие моменты нам нужно дорабатывать. Потому что медицина, как и человек, как и в целом человеческий мозг, он никогда не стоит на месте. Те технологии, те моменты, которые отстают там, через 2-3 года, через 10 лет уходят в историю, то есть заменяют новые технологии. Поэтому мы будем добавлять еще больше новых технологий, лазеров. У нас на сегодняшний день ведущие есть, на сегодняшний день несколько
клиник, отмечу, имеют тот лазер, который мы имеем. И я хочу сказать, что мы одни из первых, кто приобрели этот лазер для косметических вен, то есть для эстетических вен. Поэтому не бойтесь, приходите. Мы занимаемся эстетикой, куперозом на лице, телеангектазией, мелкие капилляры. То есть все, что связано с венами, то, что мы можем удалить и вылечить лазером, современными технологиями, мы готовы приобретать, обучаться, устанавливать, двигаться в ногу со временем и давать стране все больше и больше новых технологий в медицине именно. То есть я хочу сказать, mana haqiqatan ham ko'rib turganingizdek, mani do'stim Marsel Ayderovich vatanparvar odam ekan va shu klinikalarni tuzganimizda Varikozov klinikasini va boshqa odamlar masalan flebologiya bo'yicha klinika ochsa, eng muhim narsa o'sha har bir bemorga alohida individual yondashuv, обязательно o'zini ishini tekshiruv. Bizning klinikamizda bu narsani yo'lga qo'yganmiz. Shuning uchun Marsel Ayderovich sizga katta rahmat. Va eng muhimi bizning mutaxassislarimizni professional, ya'niki o'sha chet eldagi Rossiyaniki ham, даже Rossiyaniki emas, chet el, Yevropa, Amerikadagi флебологlardan qolishmasligi bo'lishi kerak. А я отмечу еще раз, что ни один наш флеболог в нашей стране ни на грамм, ни на чуточку не отстает от тех флебологов, которые в Европе. Вот я вам скажу, с уверенностью могу это заверить, потому что мы сами были там, мы это все видели, поэтому хочу сказать, что нет той надобности ездить, расходовать такие большие деньги на те операции, которые вполне удачно делаются тут, потому что мы уже это провели на очень большом количестве пациентов, там численность превышает десятки тысяч уже пациентов, поэтому с уверенностью могу заверить, видя наши результаты, отдаленные результаты, что это все можно делать в нашей стране, у наших специалистов. Самое главное, результаты твоих друзей, которых ты приводил в клинику, самое главное, они были, что довольны. O'ylaymanki, bugungi ko'rsatuvimiz juda qiziq bo'ldi sizlarga. Qanaqadir savolinglar bo'lsa, bemalol kommentariy qoldirishinglar mumkin va iltimos qilardim, bizning ko'rsatuvlarimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like qo'yib, o'zingizlarni yaqinliklar bilan bo'lishinglar. Qanaqadir o'zimga savolinglar bo'lsa, pastda men direktim, ijtimoiy tarmoqlarni qoldiraman. Bemalol xohlagan savolingizni yozishinglar mumkin. Marsel Ayderovichga bo'ladigan savolinglar bo'lsa ham bemalol menga yozishinglar mumkin, albatta yetkazib qo'yaman. Xayr, salomat bo'linglar.